O'rtoqlar, bu videomiz YouTube'ga chiqadi. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim, telefonim zaryadkada, shuncha qo'lim bilan ushlab turibman. Hozir ko'pincha narx qilib qo'yardim. Sizlarga manzarani ko'rsatayım. Rosa chiroyli manzara. Buni qaraydi. Shundoq to'g'rimda tashqari такой daraxtzor. Xo'p, men nima temani boshlamoqchi edim. Именно anaqa 7-8 chasloda sizlarga bitta temani boshlamoqchi edim. Nima tema? Xayriya ishlari, zakot. Inson har doim bu ish qilganida, ishlasangiz, pul topsangiz, yoki pulingiz nechadir $1000 turibdi, undan zakot berib turishingiz kerak. Mana komandamiz bilan birgalikda, sizlar bilan birgalikda 7-8 chasloda qariyalar uyiga borib zakot bermoqchimiz. Nima qilmoqchimiz? Osh tarqatmoqchimiz. Osh tarqatganimizda ham masalan men xohlamagan bo'lardim ularni noqulay ahvolga solib ularni video qilishga. Lekin agar siz ham xohlasangiz 500 mingga atigi kursni sotib olib, bemalol seminarda qatnashib, bizlar bilan birgalikda qariyalar uyiga borib, o'sha organizatsiyada yordam berishingiz mumkin bo'ladi. Ichimlik bo'ladi, salatlar, mevalar, osh qilamiz, yoki tayyor sotib olamiz. Seminarda qancha ko'p odam ishlatsa, ya'ni kelib qatnashsa shuncha yaxshi. Bir kunlik seminarda qatnashganingiz uchun sertifikat beraman va teoriyani, praktikani ko'rsatib beraman. Modelda teoriyaga ham savollarga javob beraman. Gruppa bo'ladi. Gruppani o'zingizlar uchun yopiq qilib ochib olasizlar. Ya'ni qo'shib qo'yaman sizlarni. Erta gruppada qolib, butun umr sizlar bilan birga qoladi u informatsiya. Yana nima demoqchiman? Bu в основном xayriya ishiga ketadi. Bu pul meni o'zimga ketmaydi. Arenda joyiga ketadi, sertifikatlarga ketadi. No, meni именно o'zim uchun emas. Tipi bu o'lgandan keyin bo'ladigan ajr amalini qilish uchun mana shu nima deydi? Ideya keldi menga. Shuning uchun bu ideyada bu xayrli ishda siz ham qatnashsangiz bo'ladi. 500 ming so'm to'lov qilib, adminlarga chiqsangiz bo'ladi, o'zingiz menga yozsangiz bo'ladi. Yokida nima deydi? Yaqinlaringizni taklif qilsangiz bo'ladi, singlingizni yokida qo'shningizga aytsangiz bo'ladi. Zato inson qancha qariyalar uyiga borib tursa, detdomga borib tursa, yetimlarni ko'rib tursa, qancha kasallarni, qiynalganlarni ko'rib tursa, kibrga berilib ketmaydi. Ya'ni ego degan narsani sindirasiz. Shuning uchun men iltimos qilardim ba'zi bir insonlarni bunga серьезно относиться qilishi, что bize bu seminarni pul uchun qilmaymiz. Pul ishlash uchun, o'zimiz uchun emas, yo'q. Hammamizga ajr bo'lish uchun, как organizovanно birgalikda borib osh tarqatish uchun. Sizga nimasi plus? Meni ilmim bo'ladi sizga plus. Ya'ni men o'zimning ilmimni sizga beryapman. Bir kunlik seminarda qatnashganingizga oddiy sertifikat beraman. Savollaringiz bo'lsa javob beraman. Soat 10 dan 17:00 gacha, примерно 9:30 dan 16:30 gacha, tam plus minus polchasa bo'ladi, yarim soat. Bir marta to'lov qilib, keyinchalik ham o'zingizga plus orttirishingiz mumkin. Уже master klassimdan keyin balki keyingi hijoma kursimga yozilishingiz ham mumkin. Вот. Ba'zi bir insonlar aytishi mumkin, nima zaril sizga, nima qilasiz bu ishni qilib. O'rtoqlar aytganimdek, men bilmayman, bugun o'lamanmi, ertaga o'lamanmi, 15 minutdan keyin o'lib qolishim mumkin, bilmaysiz. Lekin qabrda bu qilgan ajringiz sizga nur bo'ladi. Men o'zim bilmaganim uchun O'zbekistonda nima, qanaqa shu ilmimni shu savob ishga almashtirib
hijoma kursidan 13-potokdan ham tushgan zakot pulini ham qo'shib shu ish qilmoqchiman. Pul qolsa joy namoz sotib olamiz. Agar yanada undan ham odam ko'p qo'shilsa menga plyusda, to'g'risi. Shuning uchun mana shu videoni qilib, iltimos qilib chiqaman. Yanada pul qoladigan bo'lsa, Jeddomga ham boramiz. Yetimlar uyiga boramiz, angelochiklarga. Nimaga? Chunki yetimni ham boshini silash sunnat hisoblanadi. Juda ham ko'pchilik o'zi bola ko'ra olmaydi. Juda ham ko'pchilik o'zi kasal, juda ham ko'pchilikni qalbida stress, depressiya, juda ham ko'pchilik tushkunlikka tushib qolgan. Mana shunaqa paytda sadaqa qilsangiz, yaxshi amallar qilsangiz, Allohim sizga shu qiyinchilikdan o'tishni yo'lini ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun menga, sizga ham ajr bo'lishi uchun shu proyektni qilishga qaror qildik. Shu ishni qilishga qaror qildik. Allohim hammamizga to'g'ri yo'l ko'rsatsin. Mana shu ishimizni xayrli, barokatli, tez va osonlik bilan bersin. Sizlardan ham, sizlarga ham juda ko'p narsa bog'liq. Xudo xolasa birgalikda zavtrak qilib, xayriya ishlarini qilib, seminarlarda ko'rishib, rasmlarga tushib, savol-javoblar qilib, chin dildan gaplashib, konkursda qilamiz. Zo'r o'tadi, pozitivniy nastroyda bo'lib ketasizlar. Viloyatdan keladiganlar, ishoninglar, bunaqa master-klasslarni har doim ham qilavermaymiz, lekin pozitivniy energiyada bo'lasiz. Dunyo qarashingiz o'zgaradi, ajr yoziladi, yaxshi ham kelman deysiz. O'zingizga bo'lgan ishonch oshadi. Men Germaniyadan uchib kelolmaysiz, viloyatdan keling. Allohga oson. Niyatingizga bog'liq. Har bitta amalimiz niyatga bog'liq. Shuning uchun ishtirok eting, sertifikatli bo'ling. Ta'limga, hijoma ilmiga ega bo'ling. Tем более bitta metodikasi bo'yicha ajr savobga ham ega bo'lasiz. Muslim ham o'zingizni ehtiyot qiling. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Agar erkaklar ko'rayotgan bo'lsa, maslahatim singlizmi, opangizmi, janingizmi, oyingizmi yozilishsin. Ko'rishamiz. Конечно же, ularni oldida maskada yurmayman. Maskada rasmga tushsam ham maskada yurmayman. Maskasiz bo'laman. O'zimni ko'rishadi, men bilan tanishishadi. Ba'zi bir insonlar sizni ko'rgani kelyapmiz deb ham xursand qilishadi meni. O'zimni yulduzlardek his qilaman. Nima deydi? Diydor g'animatda odamga odam kerak. Gaplashib, ko'ngildan gaplashsangiz, keyin qariyalar uyiga borsangiz, ular bilan ham gaplashsangiz, nima deydi, qanaqa xatoliklar qilmaslik haqida ulardan maslahat so'rab, ularni duosini olib kelamiz-da. Chunki hammamiz qaraymiz. Hammamizni vaqti kelib qaraymiz. Hech kim bilmaydi kim qanaqa qaraydi. Shuning uchun bu bizga o'rnak bo'lsin, avvalambor. Hammamizga foydali bo'lsin. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.